Assalomu alaykum. Barcha gruppadagi sardosh akalarimiz. Ushbu pavilyonimiz 8 metrli zavodskiy bo'lib, tepa qanoti chiqadigan qilib ishlangan. Ikki tarafi ham bemalol ishlashga udobni. Hech qanaqa kamchiligi, aybi yo'q, xudo xolasa. Ishlashga, tortishga tayyor. Ikki idish holatda ko'rib turganlaringizdek zavodskiy rahma. Hamma yog'i zavodskiy holatda turibdi. Yo'roq singan joyi yo'q, hamma yog'i normal holatda. Orqasi ikkita issiz balon qo'yib qo'yilgan. Ikki tarafda parkovlari ham bor. Qo'shib tortishga tayyor holatda turibdi. Taglari kuruklari yengil, hech qanday yo'roq singan, qiyshaygan joylari yo'q. Bugungi ishlamiz 2026-yil 3-may kunidagi obzorimiz. Kimga kerak bo'lsa, Qashqadaryo, Qamashi rayonida turibdi. Telefon nomer 97 589 12 21 nomeriga aloqa chiqishingiz mumkin. Kimga ma'qul kerak bo'lsa, sotiladi shu. Narxini 30 deyapmiz. Ozroq o'tib beradigan joyi bor.